Hozir biz platformadan ro'yxatdan o'tish ko'rib chiqamiz, ya'ni o'zimizga magazin ochamiz. Buning uchun boshlash knopkasini bosamiz va 10 kun davomida demo davri olamiz. Ismini to'liq kiritamiz. Bu bizga murojaat qilishimizga yengillik beradi, sizlar bilan gaplashayotganda. Va elektron pochtamiz eng muhimi ishlaydigan va admin pochtaniki bo'ladi. Bunga parol восстановление, o'sha magazinimizga o'zimiz esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsak, shular boradi xabarlar. Shuni hisobiga ishlaydigan va ishonchli pochta joylashtiring. Pochtani ahamiyati yo'q, Gmailmi, Yandexmi, hammasini qabul qilamiz, faqat o'sha falshiviy bo'lmasligi kerak. Misol uchun example shunga o'xshagan. Telefon raqam va parol. Keyingi qadam do'kon nomini belgilaymiz. Do'konimiz nima deb nomlanadi? Men Teddy deb belgilayapman do'kon nomini. Subdomen. E'tibor beramiz. Mana bu bizani Ubazar platformamizning .uz hisoblanayotgan bo'lsa, buni oldida qanday subdomen bo'lishi kerak? Ya'ni mana buni yonida sizni o'zingizni domeningiz, do'koningiz nomi yoki brendingizni belgilasangiz bo'ladi. Men magazinim nomini belgilab qo'ydim. Misol, mana Teddy. Ko'rayotganingizdek, mana teddy.bazar.uz avtomatik shu tartibda o'tyapti. Pricelarni tanlab olamiz, qaysi bir price'da biz o'tamiz. Misol 500 ming so'mlik